Sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim. Sizga ko'ngil beribman, sizga bu yoqmabdi. Ko'zingizdan men uchun bir tomchi yosh oqmabdi. Sizga ko'ngil beribman, sizga bu yoqmabdi. Ko'zingizdan men uchun bir tomchi yosh oqmabdi. Tushing pastga osmonimiz qo'yingiz holiga. Mendan keyin hatto sizga bir yigit boqmabdi. Tushing pastga osmonimiz qo'yingiz holiga. Mendan keyin hatto sizga bir yigit boqmabdi. Mayin shamol yelganidan, Xudoyimni berganidan, asli rahmim kelganidan sevgan edim. Mayin shamol yelganidan, Xudoyimni berganidan, asli rahmim kelganidan sevgan edim. Sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim. Asli rahmim kelganidan sevgan edim. Asli rahmim kelganidan sevgan edim. Boshingizda harir ro'mol endi qani. O'sha ro'mol bahonaydi yor sizni sevgani. Boshingizda harir ro'mol endi qani. O'sha ro'mol bahonaydi yor sizni sevgani. Ketmaganda ko'zlaringiz olmalar tergani. Ketmaganda ko'zlaringiz olmalar tergani. Balki sizni haqiqatda sevgan edim. Mayin shamol yelganidan, Xudoyimni berganidan, asli rahmim kelganidan sevgan edim. Mayin shamol yelganidan, Xudoyimni berganidan, asli rahmim kelganidan sevgan edim. Sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim. Asli rahmim kelganidan sevgan edim. Asli rahmim kelganidan sevgan edim. Sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim. Asli rahmim kelganidan sevgan edim. Asli rahmim kelganidan sevgan edim. Sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim, sevgan edim. Asli rahmim kelganidan sevgan edim. Asli rahmim kelganidan sevgan edim. Barchamiz yaxshi bilgan, el suygan xonanda Shavkat Jayron ijrosida go'zal bir tarona ayni damda e'tiboringizga havola etiladi. Sizlarga suhbat uchun rahmat aytamiz, minnatdormiz. Öter senden derek yok. İller öter senden derek yok. Yüreğimde küydüler bir çok can. Seni cüda sağıldım. Aylar öter senden derek yok. İller öter senden derek yok. Yüreğimde küydüler bir çok can. Seni cüda sağıldım. Aylar öter, yıllar öter. Günler tünde uzundan uzun sağınç kıynar yüreğim. Aylar öter, yıllar öter. Günler tünde uzun.
Seni kutib tortdim dard talam intizorman ko'zlaringdanam qayerdasan aytgin jonginam jon seni juda 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 sog'indim seni kutib tortdim dard talam intizorman ko'zlaringdanam qayerdasan aytgin jonginam jon seni juda 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 sog'indim oylar o'tar yillar o'tar kunlar tunday uzundan uzun sog'inch qiynar yuragim oylar o'tar yillar o'tar kunlar tunday uzun uzun oylar o'tar yillar o'tar kunlar tunday uzundan uzun sog'inch qiynar yuragim oylar o'tar yillar o'tar kunlar tunday uzun uzun yillar o'tar kunlar tunday uzundan uzun sog'inch qiynar yuragim oylar o'tar yillar o'tar kunlar tunday uzun uzun Endi taxallusingiz haqida qiziqdi. Ko'pchilik shu savolni berganmi? Mikrofonni yaqinroq tutib olasiz. Taxallus endi O'zbekiston xalq artisti, xalq hofizi Sherali Jo'rayev menga taxallusni, Jayron taxallusini qo'ygan. Sababi bormi buni sharobidan qiziq? Buni endi sababi bor. Sababi endi men o'zi sozanda bo'lganman Sherali Jo'rayevga, ustozga. O'sha paytda bir Ceylan degan qo'shiq bo'lardi. Ceylan turkcha qo'shiq edi. Bu Ceylonni o'zbekchasi Jayron bo'lar ekan. Bir Tojikistonda shu konsertga borib, shu pardalar yopilgan edi. Shu paytda xalq tashqarida turibdi. Ularni qo'yguncha biz repetitsiya qilib ansambl bilan shu qo'shiqni aytdim. Keyin hozir kim aytdi hozir deb ustoz kirib shunaqa degan. Shavkat aytdi. Esa yana bir marta qaytarib aytdi shuni. Degan yana aytib berganman. Shu yili Shavkat emas, balki Jayron deb haligi ansamblda ham Jayron qani. Jayron chaqiringlar dedi. Mana shu taxallus sizni tez mashhur qildi. Ha, keyin shu Shavkat Jayron bo'lib ketdi. Endi ijodkor odam albatta bir joyda to'xtab qolmaydi, izlanadi. Aynan mana xonandalik yo'nalishda juda ko'plab ustoz san'atkorlar bilan birga bo'lgansiz, qo'shiqlar ijro etgansiz. Endi kinoga qanday qiziqish paydo bo'lgan? Mana ko'pchilik filmingiz o'sha paytlarda juda ham mashhur bo'lgan Ruh 5-13 filmi. Endi men o'zi filmga kirib qolishimning sababi haligi Michael Jacksonni haligi anaqasini ko'rib, kliplarini ko'rib, endi o'sha paytlarda uniki haligi oddiy bir 4,5 minutlik klip bo'lmaganda, oldin film bo'lib turib, keyin filmga o'xshab turib, endi klip bo'lib tugardi. Keyin men ham shunaqa qilib bitta film ga o'xshatib haligi oysiz tunlar deb keyin u film bo'lib ketdi keyin. Shuni bir 15 minut, 13 minutlikni qildikda, shu ashula bilan tugadi. Uni ko'rgandan keyin bizni o'zbeklar endi qana davomi bu filmlar. Film deb o'yladi bular. Filmda davomi deb
televideniyega xat kelaverdi. Keyin davomini ishlaymiz shekilli. Nechinchi yillari? 2002-yil. 2002-yil. Chunki odamlarni internet sehrlab qo'ymagan paytlarida. To'g'ri. Keyin shu bo'yida filmga aylanib ketdi. Biz panoramaga borib haligi Toshkentda premyeralari bo'ldi, qo'ydik. Undan keyin qarasam Rustam Sa'diyev rejissyorni film hali muhabbat sinovlari degan film ketayotgan ekan o'sha paytda. Shu baravar borgan. Endi muhabbat sinovlariga odam to'la. Endi biznikida ham bor, unaqa emas endi baribir. Men ham baribir shu bitta bir boshqacharoq ish qilaman deb qo'rqinchli film olaman. Hech kim olmagan bu filmni. Bir odamlarni qo'rqitdi. Lekin g'oyasi bor edi filmni. Ha, g'oyasi endi buni hali очевидно невероятное degan bir hali soyuz paytda anaqadan yoshligimizda shuni anaqa qilardi. Haligi gazeta programmada chiqqanda shuni ko'rganmiz. Akam endi armiyadan kelgan payt edi, harbiydan. Endi men rus tilini tushunmadim. Shu eshitib, voh deb haligi akam hayratda qo'yganda, nima ekan deb men tushunmasdan aytib bering menga. Desam, o'sha haligi harbiy bola, shu qiz bola sevishgan, ular 2 yil haligi xat orqali gaplashishadi. O'sha paytlarda. Ha, o'sha paytda. Telefon yo'q paytlarida. Ha, xat orqali gaplashishar ekan. Keyin qiz bola oq kiyimda vokzalda kutib oladi. Xizmatini tugatib qaytgach. Ha, xizmatni tugatib bola kelyapti endi formada. Qiz bola oppoq kiyimda kutib olyapti. Yana ular restoranga borishadi. Restoranda o'tirishadi, u yerda ashula aytib beriladi. Keyin oppoq libosiga hali shampan vinosi to'kilib ketadi, qizil. Keyin unga e'tibor berilmaydi, qizni uyga kuzatadi. Ertaga uchrashuv joyimizda ko'rishamiz deydi. Keyin ertasiga qiz bola boradi, qiz chiqmaydi. Chiqmagandan keyin qiz bola uyga boradi, qizni yana taqillatadi, taqillasa onasi chiqib, qizim o'tganligiga 2 yil bo'lgan deydi. Nahotki siz bilmaysiz, meni qalbim og'rib kelmayapman desa, u kecha ko'rishgan u. Deydi, qiz o'lmagan, men kecha ko'rishganman. Desa, endi hali onani mehrini ham bu yerda aytilyapti. Ona hatto o'zini farzandini ko'madigan bo'lsa ham, birontasi kelib u farzandingiz emas edi, farzandingiz emas bu. Men ko'cha ko'rishganman desa, ishonar ekan shunga hali. Keyin borib qabrini ochsa, o'sha shampan vino holatda yotgan bo'ladi u. Ko'milgan endi. Endi shu yergacha bo'lgan. Shu yergacha bo'lgan. Keyin uni biz to'g'rilab uni kim u qizni o'ldirgan, kim nima bo'lgan hammasini endi Ssenariyga tushirgan. yozib chiqqanman aynan. Ayni damda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz, ya'ni Telegram messenjerimizga savollar yo'llamoqda. Shavkat aka, bormisiz? Nega ijodda ko'rinmay qoldingiz? Sizni sog'indik. Yoshligimiz yodimga tushadi, qo'shiqlaringizni eshitsam. Sog' salomat bo'ling. Yangi qo'shiqlar ham tayyorlayapsizmi? Andijondan Zamiraxonman. Kutyapmiz yangi ijodlarni deya xabar yo'llamoqdalar. Rahmat. Zamiraxon albatta hozir yangi ijoddamiz. Yaqinda Xudo xolasa yangi qo'shiqlarim chiqadi. Qizim degan qo'shiqni ham boshlayman, yaqin o'rtada chiqadi. Qizim degan qo'shiq albom bilan shug'ullanyapman hozir. Yangi qo'shiqlar chiqadi. Endi qo'shiqlardan so'ng yana bir qandaydir qo'rqinchlikmi yoki bir o'ziga xos kinolarda tasvirga olish rejalaringiz bormi? Endi meniki haligi mrachniy filmligi uchun men qishda olaman. Ko'proq hali daralarda barki yo'q. Olamiz, niyat bor xudo. O'sha qo'rqinchli film bo'lsa ham, lekin baribir tomoshabinga beradigan tarbiyaviy tarafi bo'ladimi? Ya'ni o'sha filmingizda g'oya orqali nima demoqchi bo'lgansiz tomoshabinga? Endi biz bu yerda ruh qizni yomonlik timsoli qilib ko'rsatganmiz. Endi uni u qizni o'ldirishadi-da, endi filmda o'ldirishadi. Bekordan bekor. Shu haligi nima deydi, haligi ko'rib qoladi-yu, bir haligi sababli narsani ko'rib qolganligi uchun u qizni yo'q qilish kerak bo'lib qoladi. O'shuning uchun u qiz bekordan bekor o'lib ketadi. Endi o'shuning uchun albatta uni jazosini u qaytaradi. Ya'ni jinoyat jazosiz qolmaydi degan g'oya bor. Ha, xuddi shunday qilib shu ruh anaqa yomonlik timsoli qilib ko'rsatganmiz. Shu tarbiyasi shu.
Muhabbat opa, mana Shavkat akam aynan studiyaga kirib kelishlari bilan Telegram messenjeriga savollar, tabriklar, salomlar kelmoqda. Shavkatjon uka, salomatmisiz? Xudoga soldim qo'shig'ingiz xuddi hayotimga bag'ishlangandek. Shu qo'shiqni yaralish haqida gapirib bering. She'rni kim yozgan? Izboskandan Ilyosbekman dedilar. Ilyosbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Buni shoirini ham taniysizlar. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Bu janob Mirzo Sodiqov bo'ladi. Endi o'sha yigit yozgan, Xudoga soldimmi? Bu haligi maftun guruhlarini ham chiqargan, ko'pchilik mana Dilshod beylarni, boshqa bizga ham juda ko'p yordami teggan menga. Shunaqa xullas. O'sha Mirzobek yozgan buni. Juda ham sizni mashhur qilgan repertuaringizning orasida eng yorqin qo'shiqlardan biri bu. Ha, shu Xudoga soldim deb. Endi buni biz Qirg'izistonga borib yozuvdik. Shuni dedim, endi u paytlarda kasseta edi, shuni hali bir tomon to'ldirishingiz kerak edi, 60 minutlik kassetalarda. Endi shuni ham to'lib qolsin endi deb shu allaqaga tayyorgarlik ko'rganman, lekin haligi so'zlar yodlanmagan edi. Shu allaqaga qarab, so'zga qarab aytganman. Bir marta aytganman. Kasseta to'lgan, ha Xudoga shukr deb borsak, boshqa haligi kutgan qo'shiqlar qolib ketib, shuni xalqqa shu yoqqa. Sharobidan yana savollar bormi? Albatta, savollar kelmoqda. Ruh 513 filmiga yana bir bor qaytar ekanmiz. Ruh 513 filmini nimaga bunchalar qo'rqinchli olgansiz yoki o'zingiz qo'rqqanmisiz shu kinoda rol ijro etgani? degan savollar ham kelmoqda. Bizga Qo'rg'ontepa tumanidan Muhammadjon ismli hamyurtimizdan. Muhammadjon, yaxshimisiz? Endi o'zi aslida qorong'idan qo'rqaman. U rost. O'zim yolg'iz. Ko'pchilikda shunaqa fobiya bor. Shunaqa fobiya bor. Haligi birarda kunduzi ham o'zim yolg'iz yura olmayman. Bu eskidan yoshlikdan shunaqa bo'lgan. Endi bunga kelsak, endi qo'rqinchli filmga bizni uyimizda ham katta bobomiz bir voqealarni aytib berardi. Bilmayman nimaga biz yoshligimizda shunga shu narsalar moda bo'lganmi bilmayman, shuni ko'p gapirilardi shu tema bo'yicha. Odamlar qanaqadir ovunchog'i bo'lmaganda hozir ijtimoiy tarmoq, realizm hayot ko'proq qiziqtiradi odamlarni. To'g'ri. Shu narsa bilan keyin kirib ketib qolganmiz. Albatta, mana yurtdoshlarimiz o'zlari yo'llagan savollarga javoblarni olmoqdalar. Shavkatbek, salomat bo'ling, yaxshi ijodlarda davom eting. Sizni onam rahmatli juda ham hurmat qilardi. To'yimda xizmatda bo'lgansiz. Yaxshi qo'shiqlardan eshitaylik. Iloji bo'lsa, Xudoga soldim qo'shig'ini taqdim eting. Kutib o'tiribmiz deyapti. Bitta qo'shiq eshitamizmi? Mayli. Rahmat. Tosh otsalar ham ortimdan g'iybatlarin yog'dirib, men hech narsa qila olmadim, Xudoga soldim. Tosh otsalar ham ortimdan g'iybatlarin yog'dirib, men hech narsa qila olmadim, Xudoga soldim. Ko'rolmaganda ko'zlari, bo'lolmaganda o'zlari, og'ir bo'lsa ham so'zlari, Xudoga soldim. Chiqsalar hamki boshimga, cho'milsalar ko'z yoshimga, ko'rganda ham oshimga, Xudoga soldim. Qaytmay orzu havasimdan Xudoga soldim. Ko'r qasdilar o'lmasindan, abadiy ko'z yummasindan,
Qaytmay orzu havasundan Xudoga soldim. Umid qilib yaxshi kunga, oshna bo'lib yolg'iz tunga, bo'ysunmasdan zo'rlik xunga Xudoga soldim. Zo'rligimda yordam so'rab, yo'qligida kulib qo'ralab, ketishsa ham insof tilab Xudoga soldim. Zo'rligimda yordam so'rab, yo'qligida kulib qo'ralab, ketishsa ham insof tilab Xudoga soldim. Qo'rqasizlar o'lmasindan, abadiy ko'z yummasindan, qaytmay orzu havasundan Xudoga soldim. Qo'rqasizlar o'lmasindan, abadiy ko'z yummasindan, qaytmay orzu havasundan Xudoga soldim. Tuhmat qilsa tuhmat dedim, g'iybat qilsa rahmat dedim, axir ular ummat dedim Xudoga soldim. Tuhmat qilsa tuhmat dedim, g'iybat qilsa rahmat dedim, axir ular ummat dedim Xudoga soldim. Tosh otsalar ham ortimdan, g'iybatlarin yog'dirib, men hech narsa qila olmadim Xudoga soldim. Tosh otsalar ham ortimdan, g'iybatlarin yog'dirib, men hech narsa qila olmadim Xudoga soldim. Nishon sevganim sensan, uzun sochli yorimsan, shirinsan, bolimsan, yuragimsan, jonimsan, jonimsan, xumor ko'zli yorimsan, sen qalbim osmonim, dardimga darmonimsan. Nishon sevganim sensan, uzun sochli yorimsan, shirinsan, bolimsan, yuragimsan, jonimsan, jonimsan, xumor ko'zli yorimsan, sen qalbim osmonim, dardimga darmonimsan. Oh, le canım, le xonim, le yorimsan, dardimga darmonimsan. Le can, le xonim, le yorimsan, dardimga darmonimsan. Kelgin jonu jahonim, gulu g'uncha bahorim, dilda dikman seni, sevdim sen ham sev beni. Kelgin jonu jahonim, gulu g'uncha bahorim, dilda dikman seni, sevdim sen ham sev beni. Oh, le canım, le xonim, le yorimsan, dardimga darmonimsan. Le can, le xonim, le yorimsan, dardimga darmonimsan. Le canım, le xonim, le yorimsan, dardimga darmonimsan. Le can, le xonim, le yorimsan, dardimga darmonimsan. Le can, le xonim, le yorimsan, dardimga darmonimsan. Le can, le xonim, le yorimsan, dardimga darmonimsan.